Bekxam muhimmi, eshakmi? O'shir qariga ochiq xat. Assalomu alaykum O'shir qari apandi. Şinjan televiziya stansiyasining 2-chi yurish kanalida Kevaz Guli markali ximiyalik o'g'itning e'loniga chiqqaningiz esingizdami? U e'londa siz üstüveşingizga Qashqa dehqonlarining kiyimini kiyib, chopchib turgan eshakka mingan holda orqangizga bir to'p dehqonni agashtirib, go'yo ming bir kecha hikoyalaridagi Ali Bobodek ularni Kevaz Guli g'orining oldiga boshlab bordingiz. Bu ochiq xat orqali men siz bilan maxsus mushu e'lon to'g'risida paranglashmoqchi. O'shir qari apandi. Siz xalqimizning qalbida muayyan o'rni bor yaxshi naqshchi ham aktyor. Siz o'rinlagan naqshalar, siz rol olgan drama etotlarning ko'pinchisi kishilarni mamnun qilib kelyotadi. Buni kasbiy hayotingizdagi muvaffaqiyat deb qaraymiz albatta. O'z kasbida muvaffaqiyat qozonish odamning ruhini shodlikqa to'ldiradi ham qadr-qimmatini oshiradi. Navoda birovning natija utuqlari qancha ko'p, shon-sharaflari qancha yuqori bo'lsa, uningga havas qilg'uvchilar bilan hasad qilg'uvchilarning soni shuncha ko'payib boradi. Ma'naviyati sog'lom kishilarning qalbida havas ushqunlari chaqnasa, ma'naviyati sog'lom bo'lmagan kishilarning qalbida hasad o'tlari lavildaydi. Odamga nisbatan boshqalar havas qilg'udek ham hasad qilg'udek yashashning o'zi bir baxt. Havas qilg'udek do'stlari, hasad qilg'udek dushmanlari bo'lmagan hayot to'limi sidam raqobatsiz hayot hisoblanadi. Havas o'tlari bilan hasad o'tlari odamni tovlaydi yoki xaroblashtiradi. Boshqalarning ko'zlaridan, so'zlaridan chiqayotgan havas ushqunlaridan, yog'dirayotgan olqishlaridan mast bo'lib xudini yo'qotgan odam bilan boshqalarning majruh qalbidan etilib chiqayotgan hasad o'tlariga bardoshlik berolmay vaysab yuradigan odamning sholliq hayoti o'xshashlar nihoyat qisqa bo'ladi. Shunga olqishqa duch kelganda gidib ko'pib ketadigan, qog'ishqa duch kelganda salpib cho'kib ketadigan psixikasi ojiz bechora odamlardan bo'p qolmaslik kerak. Şan şöhret ve oңuşsizlik oldida o'zini yo'qotib qo'ymay, ruhiy holatini salmoq bemalol tutgandilar, haqiqiy pishib yetilgan odam bo'g'ili bo'ladi. Afsuski bizning adabiyot san'at sohamizda bundoq psixikalik sapoga ega kishilar intayin oz. O'shir qari apandi. Men sizning Bompada Qambarxon nomli VCD plastinkalarıngizni anglashni yaxshi ko'raman. Ulardan özüm söyüngidek huzur alaman. Bolupmi yenidan chiqqan Qambarxon nomli VCD plastinkangiz menga alohida huzur bag'ishlaydi. Sizning o plastinkangizni qiyofat va salofat, kiyinish va torinish, manzara va ko'rinish, ohang va melodiya, mazmun va shakl, mahorat va farosat jihatlardan sop bo'lgan bir milliy madaniyatning mahsuli deb aytishga bo'ladi. Uningda aqida, e'tiqod, urf-odat, adab, axloq, milliy psixika, milliy orzu qatorliq madaniyat mazmunlarimizning nihoyat sop ham ro'shan iznalari bor. Mundaqcha aytganda, milliy madaniyat qimmatiga ega asar deb qarashga bo'ladi. Eng aqallisi plastinka qepidagi suratingizdan sizning madaniyat kimligingizga bo'lgan hurmatlash va uningdan faxrlanish hissiyotingizni ko'rib olg'ili bo'ladi. Sizning beshingizga sarpish tumoq, uchingizga chakman to'n kiyib, naq Qashqa yigitlarga xos qiyofatda kiyinib tushgan yerim gavdalik suratingiz, kishilarga tonish bo'lib ketgan odatdagi obrazingiz bilan tamoman farqlanadi. Sahna ekranlarda va odatdagi kunlarda doimdagidek galstuk taqib, kostyum burulki kiyib ko'zga cheliqadigan qiyofatingiz jamoatga tonish bo'lg'achqa, hatto etotlarda do'stona masxara qiling'achqa, plastinka qepidagi Qashqa yigitlariga xos milliy qiyofatingiz meni qiziqtirdi. Men bu xil qiyofatingizni an'anaviy milliy obrazimizni namoyon qilishdan sharaf his qiladigan ruhiy dunyoyingizning ifodasi deb o'ylayman. Bizning nozuk milliy g'ururga ega san'atkorimiz Abdurahim Hayit
sahna va ekranlarda doim degudek to'lib toshgan iftixor hissiyoti bilan milliy qiyofatda namoyon bo'lgan bilan nihoyat ko'p artistimiz imkoniyat bo ahvoldimi bir qitim milliy obrazda o'zini ko'rsatishni o'ylab qo'ymaydi. Hammamizga ayonki milliy kiyim-kechaklarimiz bizning madaniyat kimligimizning simvollik belgisi. Milliy xosligimizning ro'shan namoyandasi. Milliy kimlik shakl va mazmun jihatdan mukammallashadigan salohiyat. Milliy kimligimizning tashqi shakli bo'lgan kiyim-kechaklarimizni mayli turmush, mayli sahna ekranlarda kiyish kishilarni zo'qlantiradigan ahvol. Ammo milliy kiyim-kechaklarimizni milliy odat nuqtasidan kiyish bilan milliy ong nuqtasidan kiyish farqlanadi. Meningcha mutlaq ko'pchilik kishi milliy odat nuqtasidan chiqib turib kiyadi. Abdurahim Hayitga qaraydigan bo'lsak, uning to'n kiyib o'tirgan chog'dagi hissiyoti boshqacha. U sahnada go'yo g'olib qo'shinning jang bayrog'ini yepingan bahodir azamatdek to'lib toshgan iftixor hissiyoti bilan o'ltiradi. Hozir bizda o'zimizning milliy obrazini boshqalarning o'lchamiga uyg'unlashtirib loyihalash orqali davrga taraqqiyotga moslashgan qilib ko'rsatishga urinishdek o'zidan yotlish kayfiyati kuchayib ketdi. Shubhisizki bu milliy o'zlik eng suslab kamsinish tuyg'usining avj ep ketishi bilan munosabatlik. Bundaq ijtimoiy milliy psixika umumlashgan siri o'zimizning an'anaviy madaniyat meroslarimiz, xos milliy odatlarimiz o'zimizga qaloqdek ma'tudek ko'rinadi. Bir millatning o'ziga bo'lgan ishonchi ojizlab ketsa, o'zining qimmatli narsalari qadrsiz tuyulib, boshqalarga o'xshayolganligidan, boshqalarning madaniyatiga tava narsalardan iftixorlanib yuradigan ruhiy zaiflik shuncha ko'p yo'l qo'ydi. Bir necha yilning oldida O'zbekiston naqshchisi Yulduz Osmonova Urumchida naqsh kechaligi o'tkazgili kelganda, töven sapaliq bir qism tomoshabin uningga odam yerkangudek darajada qizg'inlik ko'rsatib ketishdi. Ba'zi muxbirlarimiz uni ziyorat qilganda Yulduz Osmonovaning dadasining G'ulji Uyg'urlaridan ekanligini alohida tilga elib yezib, Yulduz Osmonovaning shon-sharaflarini Uyg'ur san'atining osmonida namoyon qilishmoqchi, uning shon-shuhratlaridan milliy san'atimizga nasiba ayirmoqchi bo'lishdi. Masxirlik yeri shuki, O'zbekistonning bu naqshchisi vataniga qaytgandan keyin kim Qashqarning o'zadan, kim G'uljaning ko'zadan, babam qaydan bo'lsa bo'lsin, men O'zbekning qiziman deb naqshi o'qib, o'zining milliy salohiyatini aniq jakarladi. G'ururi puchak aqli zaif bir qism nodon ahmoqlar uning bu naqshini kim uchun, nima uchun aytganligiga parvo qilmasdan yaxshi aytibdi deyishib daltilachi ifoda bildirishib hech nima bo'lmagandek yurayverishdi. Boshqalarni muvofiq hurmatlash, o'zgalarning qimmati bor narsalardan zo'qlanish aqalli madaniy pozitsiya. Ammo ha degandili o'zining izzatini unutgan holda chakdan oshgan hurmat hissiyoti bilan boshqalarni boshqa elevilish g'ururi puchaklikning ifodasi. Normal g'urur mayli boshqalarga hurmat bildirishda bo'lsin, mayli nafrat ko'rsatishda bo'lsin, qat'iy unutib qilishga bo'lmaydigan qimmatli qoral. Qoralli emas, balki bir xil ruhiy safa, odamiylik sifat. O'zining ulug'lig'idek mashhur shaxslari, qadrligidek milliy madaniyati yo'q millat to'limi bechora millat. Ammo ulug'lashga arzugidek shaxslari, faxrlangudek milliy meroslari turib qadrlayanmagan millat bakmi zaif tushkun millatdir. Bizning hozirgi ha degandili o'zimizning ulug'laridan o'zgalarning ulug'larini cho'ng bilish, o'zimizning milliy madaniyat an'analarimizdan boshqalarning madaniyat boyliqlarini qaltis chaqlaydigan milliy psixikamiz, tushkunlashgan milliy ruhimizning ifodasi. Albatta o'ziga, o'zining milliy madaniyatiga soddilochi maftun bo'lish xohishimi kishini o'kindiradigan milliy nodonlik. Mayli o'zimizning,
mayli o'zgalarning ulug'lari yoki ulug' hisoblanadigan taraflari bo'lsa, ilmiy, adil, obyektiv, to'g'ri muomalada bo'lish nazar doirasi keng, tarbiya ko'rgan safoliq odamlarning sufti hisoblanadi. O'ziga va o'zgalarga nisbatan ilmiy asosi yo'q holda qarig'ulachi muayyanlashtirish yoki inkor qilish pozitsiyasini tutish masalalarga bolalarcha muomala qiladigan soddilik hisoblanadi. Bundaq soddilik kesili odatdagi avomdili emas, balki o'zini qaltis chaqlaydigan ba'zi atalmish ziyolilarimizdimi, tafakkurida mantiqiy izchillik yo'q ba'zi olijo'q qalamkashlarimizda xelili ig'ir. Yomon yeri shuki, soddilik nodonlik kesili avomda mavjud bo'lsa keltiradigan ziyondan ashundoq atalmish ziyolilar bilan olijo'q qalamkashlarda mavjud bo'lsa keltiradigan ziyon teg'imi ig'ir bo'ladi. Chunki farq etish iqtidori ojiz bir qism o'qirman undaqlarning millatparvarlarcha qiyofatda o'ttirg'i chiqib qilgan anglamoqqa mardona, ammo popang puchak hayajonliq gaplariga osonla ishinib ketadi. Chala-pula qarashlariga qoyil bo'lishib osonla agishib ketadi. Shuning bilan ularning qimmat qarashlari qalaymi-qallashib, tamoman bema'ni bo'lgan tashabbus tushunchalarni o'zlashtirib olib, shay'larni kaskanmas muayyanlashtirib yoki inkor qilib masalalarni hamoqatlarcha baholab yurishga odatlanib ketadi. Yaqinda Jungo millatlari jurnalida dal mushundoq bir yangiltak avtorning do'stlik mehr muhabbati mangulik bo'lsin degan bir yozmasini o'qib qoldim. Bağın siri çelikining tegi ko'rinib kelayotgan, tafakkurining tutami yo'q qarisiga so'zlashga xushtar bu qalamkash ajoyib millatparvar alpozda o'ttirg'i chiqib, hammani biroqla hal qilib etishga urinadigan tantakligi bilan mundoq yozgan. Uzoq tariximizga nazar solsak, Uyg'ur xalqi do'stlikni azaldan qadrlab kelgan, ammo do'stlik uchun oz badal to'lamagan. Melidan, boyliqidan, yer o'ylaridan, bola chaqisidan, vatanidan, hatto jinidan ayrilish badaliga do'stlikning tuz hurmatini saqlagan. O'z yurtida musofir holatga tushib qolsa-mu, do'stlik uchun tatgan zinidan, vayronchiligidan vaysamagan. Mana bu Uyg'ur ruhi, cheksiz badal to'lash ruhi. Nadallarcha yezilgan bu yozmadagi hayajonliq bayonlarning qilchimi pokit asosi yoki ilmiy asosi yo'q bo'lib, bema'nilikda uchiga chiqqan deb aytishga bo'ladi. Qaramoqqa avtor ajdodlarimizni ulug'layotgandek gap qilgan bo'lsa-mu, ammo bu xalqimizga qilingan haqoratdan boshqa narsa emas. Faqat aqlsiz ahmaq millatlar melidan, boyliqidan, yer o'ylaridan, bola chaqisidan, vatanidan, hatto jinidan ayrilish badaliga do'stlikning tuz hurmatini saqlashi mumkin. Bundaq ahmaq millatning insoniyat texi o'z tarixida ko'rgani yo'q. Uyg'urlarni o'z tarixida undaq chekdan oshgan ahmoqlikni sodir qilgani yo'q. Xalqimiz o'zining hikmatlik maqol tamsillarida kulganning hammasi do'st, o'mayganning hammasi dushman emas, hisoblik do'st ayrilmas, ishonmagin do'stunga, samon tiqar postunga. Do'stung do'st bo'lsin, hisobing durust bo'lsin, do'st ko'p, to'g'risi oz, biliking tum bo'lsa dushmaning salomga kelur. Bo'rini qancha baqsangmu ikki ko'zi jangalda degandek ho'shyar prinsipchil do'stlik qarashini ifodalagan. Yuqoridagi asossiz ahmoqona bayonga qarasak, Uyg'ur ajdodlarining do'stlik qarashida na prinsipni, na aniq hisobni, na samimiyatni shart qiladigan mazmun yo'q ekanligini bayqaymiz. Bizning nazarimizda mundoq do'stlik ahmoqning do'stligi xolos. Xalqimiz hargizmi bundoq ahmoqona do'stlik an'anasiga ega emas. Do'st uchun cheksiz badal to'lash ruhi bor millat hargizmi hisoblik do'st ayrilmas degan hikmatni yakunlamaydi. Nima da'vatqanligini bilmaydigan bu tafakkuri majruh qalamkashning yozishicha,
do'stiga cheksiz badal to'laydigan, hamma narsasini elevasimi vaysamaydigan ruh Uyg'ur ruhiymiş. Kishini afsuslandırıdığını shuki, 8-10 yildan beri yozgan yozmalarida taqqa-tuqqa gaplarni yezib kelavatgan, o'ltirgan qopqan yerining hammasida og'ziga nima kasib parang deb so'qib kelavatgan bu nodon sarka, ashu yozmasining xotimasida nima deb yozgan deganda, shunga biz ajdodlardan tavarruk bo'lib kelavatgan do'stlik mezonlariga vorislik qilishimiz, uni qadrlab, asrab, kelgusi avlodlarga pokiz holatda meros qilib qoldirishimiz kerak deb xitob qilgan. Navoda biz bu avtordan tarixdan buyon do'stlikning tuz hurmati uchun melidan tortib jinigacha, uyidan tortib vatanigacha, balasidan tortib xotinigacha hammani do'stiga beravatgan bu millatning kelgusi avlodi nada turibdi deb so'rasak nima deb javob berishi mumkin? Yozganlaringning nari do'stlikning pokiz mezoni deb so'rasak-chu? Bundaq bema'ni qarashlar matbuotda e'lon qilingandan keyin farq etish iqtidori ojiz o'qirmanlarni eziq turmay qolmaydi. Boshqalarning qarashlarini haqiqat nazari bilan ko'zatishga odatlanishning o'rniga nopuzga qarig'ulachi bosh qo'yishga odatlangan ko'p qism o'qirman gapning mohiyatidagi ma'no bilan emas, kimning eg'izidan chiqayotganligi bilan hisoblashadi-da, to'g'ri davosi kerak deb qarab qari qo'yib qabul qilaveradi. Mana mushundoq nodon o'qirmanlar qo'shonining bizda texim muayyan ko'lamda mavjud bo'lib turishi, ashu xildagi olajoq qalamkashlarning bir mazgil bozor topadiganligini tushuntirib beradi. Ammo haqiqat shuki, hamoqatlikning zavol tepishi muqarrar. Ilmiy bo'lmagan, pokitga uyg'un kammaydigan, ziddiyatlik popang paranglar mantiqliq, haqiqatga uyg'un munozara muhokamalar oldida kulkilik mohiyatini yo'shirmay qoladi. Hoshir qari apandi, men sizning Kevazguli markali ximiyalik o'g'itning e'loniga chiqqandagi qiyofatingizni dal ashundoq asossiz yo'g'on gap qiladigan bir qism qalamkashning bema'ni so'z chaqchaqlar bilan masxara qilganligini, hatto haqorat xarakteridagi baho bayonlar bilan tanqidlaganligini anglab, bu haqdagi ta'sirotimni sizga aytish orqali o'qirmanlarga yangicha bir qimmat o'lchimini yetkazib qo'yishni zarur deb bildim. Gapni ochiq qilsam, sizning eshak minib ekranga chiqqan obrazingiz ularning o'g'isini qaynatib etibdi. Ularning qarashicha, biz boshqalarga eshak minib ko'rinsak, boshqa millatlarning nazarida milliy obrazimiz xo'niklashib ketamish. Shunga ular millatga mas'ul bo'lish hissiyoti bilan ajdodlarimiz ot mingan ot deb chalvoqab sizdan ranjibdi. Ularning so'rinlarida ko'pjib o'zini bosanmagan holda kommunaning a'zolariga yig'in etayotgan qora qo'saq dadijangdek qo'llarini shiltib vaqirab-joqirab so'zlashlarini ko'rsangiz, o'shur qoriyni darg'a esishga buyurib atmagidi deb andish qilib qolasiz. Amaliyotda bundoq asosi yo'q sodda qarashlarni patavo qilib ko'tarib olgan bu bechora bayqushlarning quruq hayajon bilan qilayotgan tantaklachi gap so'zlari nodonlikdan boshqa narsa emas. Millatni qarig'ulachi ulug'lashga odatlanib ketgan bundoq hamoqatlarning gezi kelganda millatni yana o'xshashla asossiz ayblab demigini qolmaydi. Bu yerda rol o'ynayotgani ularning so'g'oqqan ilmiy tafakkuri emas, balki tormizi yo'q quruq hayojini. Boshqalarning fikridagi teranlikdan emas, kayfiyatidagi hayojondan ta'sirlanib ketadigan bir qism gol kishilarla ularga oson agishib ketadi-da, bilib bilmay guppangchiga aylanib qoladi. Samonga o't yoqqanchilik unum beradigan undoq quruq hayojondan hamma odam ta'sirlanavermaydi. Tafakkuri sagak, masalalarni amaliyotga uyg'un holda ko'zatadigan va astoidil fikr qiladigan kishilar bo'lsa,
undaqlarning alpoziga meyiqida kulib qo'yishidu yoki Shayx Saidining Tompayga nasihat qilgan kishi o'zi nasihatga muhtojdir degan hikmatini esiga elib, o'zini ayab jimmida turib olish shaklida inkos qaytarishdi. Buyuk Rus yozuvchisi Lev Tolstoy shundoq degan: ko'p narsani biladigan kishi xatolashib qolmasligi uchun o'z fikrini ehtiyotjonlik bilan bayon qilishni biladi. Go'zaki biladigan o'zimchil kishilar bo'lsa, hamma narsa haqida g'ayri tabiiy bir jasorat bilan valoqlaveradi. O'shur qari apandi. Men sizning ekranda Qashqa yigitlariga xos kiyinib eshak mingan holatda ko'ringan ashu obrazingizni Uyg'urlarning haqiqiy millat obrazi deb qarayman. Men 2007-yili 1-oyning 26-kuni qishliq ta'til harpisida Urumchi shaharlik 5-o'rta maktabning taklifi bilan tushdan avval o'qituvchilarga yangi dars sharoitidagi o'qituvchilarning majburiyati degan temada leksiya so'zladim. Tushdan keyin to'liqsiz o'rta maktabni putkizish oldidagi bir necha yuz o'quvchiga qimmat qarashi yetildirishning zarurligi haqida leksiya so'zladim. To'g'ri, durust qimmat qarashi turg'izmagan ahvolda har qanday kishi o'tkinchi havasni, yaltiroq sifatni, quruq shuorni cho'ng bilib yashashga majbur bo'ladi. Bugungi rangarang ham murakkab dunyoda har qanday bir xalqning farzandi o'z xalqining yadroliq manfaati bilan bog'langan yadroliq qimmat qarashini turg'izmaydi ekan, mangu go'l bo'lib o'tib ketadi. Shunga ularga nimaning xalqimizning yadroliq manfaati, nimaning yadroliq qimmat qarashi ekanligini tushuntirish zarur. Men mushu nuqtadan chiqib o'quvchilarda to'g'ri qimmat qarashi yetildirish to'g'risidagi leksiyani cho'nqur ma'nili qilib, dal eshakdan boshladim. Mening o'quvchilarga assalomu alaykumdan keyin qilgan tunji so'zim, sizlarcha bizga bek ham muhimmi, eshakmi degan savol bo'ldi. Ularning ko'pinchisi bugungi dunyoda eng mashhur futbolchi hisoblanadigan angliyalik bu cho'lponga havas qiladigan, uning suratlarini hujralariga, kitob daftarlarining muqovillariga choplab oladigan o'quvchilar bo'lg'ashqa, bu g'alit savoldan hayronlik his qilib jimmida bo'lib ketishdi. Men o'quvchilarga bir qur qarab o'tgandan keyin, meningcha biz uchun bek hamdan eshak muhim dedim. O'quvchilarning hayronlik va qiziqishi texmo oshdi. Men qarashlarimni aniq, konkret, tushunishlik, pokitlik, qiziqarlik, jonliq, qaratmalik qilib 2 soat so'zlab bo'lib, oxirida o'quvchilardan boshdagi savolimni qaytilab so'rab edim. Zaldagi o'quvchilarning hammasi birdek xushallik bilan eshak deb vaqirashdi. Shuning bilan bu qatimqi nutq muvaffaqiyatli oxirlashdi. O'quvchilar qimmat qarashi yetildirish jihatdagi bir qatimliq unutilg'isiz leksiyani angladi. Masalalarga oldi bilan o'zi tava ijtimoiy to'pning manfaatini o'lcham qilib turib muomala qilish kerakligini tonib yetdi. Amaliyotdan qochadigan, o'zini bezab tasvirlashga odatlanib ketgan, yolg'on yavadoq gap so'zlar bilan boshqalarni aldashga urinib kelgan xarakteri ojiz, ong saviyasi oddiy kishilar eshakni maqtash sat emasmi, millatimizning obrazini xunuklaştirganlik emasmi deb qabul qilinmasligi mumkin. Lekin o'ylab beqish kerakda. Bekxon bizning xalqimizga, ona vatanimizga nima qilib bergan? Eshakchu. Eshak 1000 yildan ortiq vaqtdan buyon xalqimizning putig'i put, qo'lig'i qo'l bo'lib, etiziriq ishlarida mushkilini oson, safar mehmondorchilik ishlarida yiroqni yaqin, yo'tkash to'sh ishlarida eg'irini yeniq qilib ajoyib rol o'ynab keldi. Kunimizdan 100 yil ilgari Molla Musa Sayrami tarafidan yozilgan o'lmas asar Tarixiy Hamidiyda har haftada 2000 eshak ochliq yor kentdan kam bo'lmay Qo'shig'arga kelib turadi deb yozilgan.
Demek bundaq tarixiy paketlar eshakning Uyg'urlarning uzoq tarixida qanchalik muhim rol o'ynaganligini tushuntirib beradi. Ajdodlarimiz yayloq turmushida yashagan davrlarda ot saltanatli tuhfillari bilan mislsiz rol o'ynagan bo'lsa, xalqimiz keng ko'lamda o'ltiraq turmush shakliga qadam qo'ygan 1000 yildan ortiq vaqtdan buyon eshak kundalik hayotda barliq hayvonni besib tushadigan tuhfisi bilan mislsiz rol o'ynab keldi. Bu nuqtada biz eshakdan iborat bu maxluqni Uyg'urlarning 1000 yildan buyon qatnash transport va yezigilik tarixidagi tuhfisi eng zo'r emgak namunachisi deb baholasak qilcha oshirib o'tgan bo'lmaymiz. Nima uchun Uyg'urlarning turmushida otga qaraganda eshakning roli kuchayib ketdi? Buningga Uyg'urlarning o'ltiraq turmushga ko'chgandan keyingi turmush shakli va ishlab chiqarish ehtiyoji bilan jug'rafiyalik alohidaligini chiqish qilib turib javob izlasak, qanoatlanarlik javobga erisha olamiz. Li Yang apandi yezib tayyorlagan Jongo Xinjiang Uyg'ur urf-odatlari nomli rasmli kitobdagi bayondimi biz eshakning rolining kuchayib ketishidagi sababni tushuna olamiz. Li Yang apandi mundaq yozgan: Janubiy Xinjiangdagi Uyg'urlarda eshak beqish va eshak ishlatish an'anasi bor. Eshak cho'l jaziralarda safar qilish mohiri hisoblanadi. U otga o'xshash nozik kelmaydi. Qo'sqa açsa hazm qilg'ili bo'ladigan lekin narsaning hammasini yaveradi. Cho'l jaziradagi ozganlarga yig'ilib qolgan suvlarning ishqarliq tarkibi nihoyat yuqori bo'ladi. Bundaq suvni eshak bilan to'gi issi hech ish yo'q. Odam bilan ot issi o'ladi. Eshak inchki 4 putini yo'rg'ilatib eg'ir yuklarni ortib cho'lda yemay ichmay bir kun yuralaydi. Lekin otda bundaq chidamchanlik yo'q. Qisqasi eshak Uyg'urlarning ijtimoiy hayotida to'limi zo'r rol o'ynab keldi. Bizning talayi ayollarimizni kooperatsiyaning 20 yilga so'zilgan mushaqqatlik amgikidan eshak qutqizib qolmagan bo'lsa, ularning xeli ko'p qismi kasalman, majruh bo'lib ketgan, hatto och qilib o'lib ketgan bo'ladi. Eshak bizning yezigilik madaniyatimizning simvoli. Bir dehqonning uyida bir eshak bo'lsa, u oilaning kundalik jafosida zo'r osonchilik ko'riladi. Eng odatdagi bir eshakmi 4-5 qovul emgak kuchining ishini qiladi. Eshki yo'q mollamning qo'liqi tech bo'lgan bilan, eshki yo'q dehqonning holiga voy. Jonga to'limi asqatadigan eshakdan iborat bu yavash jonivor talay yil mobaynida dunjib qolgan makmak momaylarimiz bilan yo'talgak bovaylarimizni manziliga bexatar yetkazib keldi. Bizning minglagan jahon kezda o'g'lonimiz Osiyoning qalbini ashu g'alvasi az mulohim eshak bilan kezib chiqdi. Elmi 6 shahardagi, bo'libmi Qashqa, xotellardagi millionlagan qarindishimizning jeniga haqiqiy asqetayotgan asosli qatnash va ishlab chiqarish quroli eshak deb tanisa xato bo'lmaydi. Biz Qashqa, Yakan, xotellarning bozor kunidagi ajoyib manzarasini ko'rib baqsaqlab bu nuqtani his qilib yetalaymiz. Qashqani oladigan bo'lsak, Qashqaning yakshanba bozoriga atrofdagi yezi nahiyalardan 100 mingdan ortiq dehqon xo'roz chillagandan tortib chinqi tushkicha cho'milida qator tizilib oyiga uzilmay kiradi. Ular bu kunki bozorga hargizmi Jeep, Santana, Honda, Toyota, Mercedeslarda kirmaydi. Balki 70-80% eshak yoki eshak harvisi bilan kiradi. Ularning atdiganda taram-taram yo'llardan bozorga qarab eqivatgan yoki kashti uyiga qarab oldirab yeniyotgan ko'rinishiga qarasangiz, nima degan tirishchan xalq bu demay turolmaysiz. Qashqaning yakshanba kunidagi dehqon bozori, Qashqaning sayohatchilik ishlaridagi kishini eng maftun qiladigan gumanitar manzara sifatida kishilarni jalb qilib kelmoqda. Xotanda tug'ilib o'sgan yozuvchi Tursunjon Muhammad
Yeni Qaşteshi jurnalining 2004-yillik 2 sonida e'lon qilgan Dehqon yenida eshak bor degan maqolasida aniq qilib mundaq yozgan. Uyg'ur yezillarini, Uyg'ur dehqonlarini pishiq biladigan har bir kishi uchun sir emaski, mahalliy yo'llarida, etizlarda, bozor rastalarda, jangal barxallarda hayot tirikchiligi uchun tipirlab yurgan, cho'nqur ko'milgan rizq nasibasini zemin bag'ridan tepib yeyish uchun bosh ko'tarmay amgak qilayotgan har bir jafokashning, bequvul dehqonning kaynida birdan uzun quloq johil tarsa, ammo egisidagi ko'ks qorni kang, tayoq yesimu, izo anglasimi, hatto urib nokar qilinsimu dardini o'zi bilib jimjitla turadigan jafokash eshaklar soyidakla agishib yuradi. Amaliyat paket shundoq tursa, biz yana qaysi yuzimiz bilan eshakni kamsitamiz, uning roliga sal qaraymiz, uning tuhfasiga ko'z yumamiz. Bu oqilonilikmi? Bu odillikmi? Eshakning xalqimizga va ona vatanimizga ko'rsatgan behisob xizmati oldida biz uchun issiqmi emas, sovuqmi emas bo'lgan futbol cho'lpini Bekxam nimaga arziydi? Bekxamning shon sharafi biz bilan qilchi munosabatsiz. U cho'lpon bo'lsa inglizlarning osmonini yoritadigan cho'lpon. Biz faqat uning mahoratidan zo'qlanib qo'ysaqla kifoya. O'smirlarimizning uni ma'bud qilib elishining qilchi o'rni yo'q. Mening bu yerda atay Bekxamga eslab berishim, tor mahkamachi yoki asabiy yaklamachi odamlarning o'zgalarni qora qo'yiq inkor qilish uchun emas, balki maqsadlik selishtirish usuli bilan o'quvchilarning engida yadroliq milliy manfaat tushunchisini tiklash. O'zi mansub ijtimoiy to'pning tub manfaatini oldin o'ylashadigan tafakkur usulini egilitish. Balkim ba'zilar hayvon bilan odamni selishtirish durust emas deb o'ylashi mumkin. Bilish kerakki, inson bilan hayvonning qaysisi qimmat jihatda afzal hisoblanadi deb umumiy qimmat jihatdan so'rasa, inson mangu aziz va afzal hisoblanadi deb javob berish kerak. Ammo yakki qimmat nuqtasidan odam bilan hayvonni selishtirish butkul insoniyatning tafakkur odatiga o'rtaq. Masalan, bizdami hunari yo'q ardin mekyan tog'i yaxshi degandek fikrni selishtirma shaklda ifodalash odati bor. Bu o'y fikrni obrazliq ifodalash ehtiyoji sababidan stilistik qoidasiga uyg'un holda keng ko'lamda qo'llaniladigan tafakkur odati hisoblanadi. Boshqalarni Bekxam muhimmi, eshakmi deb savol qo'yib mulohizaga yetaklash metod masalasidir. Bu yerdagi maqsad eshakni buyuklikka ko'tarish emas, milliy manfaatning muhimligini gavdalantirish. Har bir davlatning davlat ahvoli va tub manfaati ularning qimmat qarashining asosi bo'lganidek, bizning milliy ahvolimiz va milliy manfaatimizmi bizning ijtimoiy qimmat qarashimizning muhim asosi. Tariqliq ijtimoiy muhitda yashayotgan kishilarning o'xshash bir obyektga bo'lgan qarashi o'xshash bo'lmaydi. Biz albatta o'zimizning nuqtasida turib baho berishga va xulosa chiqarishga haqliq. Buning uchun oldi bilan har bir odam, bo'lib milliy ziyolilar o'zi mansub ijtimoiy to'p va o'zini o'rab turgan reallik haqida cho'nqur tonishga va to'g'ri bilishga ega bo'lishi lozim. Qarig'ulachi baho berish va xulosa chiqarish nodonlik hisoblanadi. O'rtaq taqdir chambariga ichida yashayotgan kishilarningmi o'zi mansub ijtimoiy to'pning tub manfaatiga aloqador masalalardagi qarashlari va pozitsiyasi o'xshash bo'lmay qoladi. Bundoq bo'lishida tonishning cho'nqur, bilishning to'g'ri, yiroqni ko'rish iqtidorining hozirlangan bo'lish bo'lmasligi muhim rol o'ynaydi. Sumruqning xiyolini qushqash qaydin bilsin degandek, gohida toq-tuq fikr qiladigan qalt ko'say odamlar odatdagi arzimas qarashlarni meningcha deb azvaylab o'ttirg'a qo'yib,
Boshqalar osmondan gap qilavassa, adrasmonning gapini qilib odamning ichini siqib etadi. To'g'risi shuki, idrokqa va axloqqa muxolif bo'lmagan shart ostida o'zimiz mansub ijtimoiy to'pning qimmat qarashi asosida shaylarga muomala qilishimiz va ularni baholashimiz lozim. Boshqalardan bechoralarcha hayiqish, o'zining yadroliq manfaatini gavdalantirishga jur'at qilolmaslik bir xil bequvonlik. Ota-bobolarimiz, ana mo'minlarimiz ta bugungacha tayinib kelayotgan, minib kelayotgan töhbikor jonivor eshakni mushu millatning farzandi bo'lgan g'o'shur qori minib ekranga chiqsa, millatning obrazi xunukleşib ketamdikan. Kimlarga sat ko'rinadikanmiz? Kimlarning nazaridan tushib ketadikanmiz? Kimken o biz nazaridan tushib ketishdan ansiraydigan? Biz bir amaliyatchi, bir xalqparvar sifatida bu oddiy hayvonning o'chmas tuhpillariga minnatdorlik bildirmoqda, uningga adil muomala qilmoqda yo'q. Olli kimlarning nazaridagi milliy obrazimizning xunuklashib ketishidan qo'rqsak, o'zimizga bo'lgan ishonchimiz ojiz, pokitga ko'z yumadigan soxtipaz, töhbiga tüküradigan tuzkorlardan bo'lmaymizmi? İnsanlarning do'sti deb ta'riflaganga o'xshash, eshak Uyg'urlarning do'sti. Uyg'urlar eshak ustidagi millat deb jakarlasak nemisi xato? Real paket tarixiy amaliyat mushundoq emasmi? Shundoq turug'liq o'zimizning milliy kimligini dog'vozlik bilan bezab, quruq shuhrat vasvasasida soxta so'lat paydo qilishga urinib nima qilamiz? Sözlang yezing desa o'zimizni e'tirof qilayli deb gapni go'yo tavranmas amaliyatchidek boshlash. Ammo reallikqa yuzlanganda darhol pokitdan o'zini qochirishga urinish qandoq pozitsiya? Ro'shanki bu bir milliy ojizlik. Bir millat o'zidan hol qiyman, taraqqiy qilaman deydikan, cho'qim amaliyatchil bo'lishi, samimiy savrchan bo'lishi, o'zining haqiqiy milliy kimligini e'tirof qilishi va o'zini uzluksiz takomillashtirishga tirishishi kerak. Biz nima desak haq ishini beradigan ish yo'q. Eshakning xalqimizning ijtimoiy hayotidagi alohida rolini hamma kishi biladi. Qani boshqalar bizning turmush realligimizni bilamdi, bilmamdi ko'rib boqayli. 1929-yili 22 yoshida Qashqarga kelgan Shevitselik donliq turkolog Gunnar Yarring Qashqarga qayt safar nomli kitobida mundoq yozgan. 1929-yili Qashqarga kelib, xuddi hozirgi davrdan o'ttira asriga ming bir kechini filmga elish uchun rostlangan ko'rinish ichiga kirib qolgandek bo'ldim. Bu yerda yo avtomobil, ya motosiklet yo'q, hatto velosipedmi ko'zga cheliqmaydi. Baylo va esilzodalar chiroyli gullik yo'piq sholch selinib egarlangan to'zur otlarga minib, mig'ildab turgan kishilar to'pini yerib u yoqdan bu yoqqa o'tib yuradi. Qo'l ilkida pul meli ancha jiq emaslar eshakka minatdi. Holbuki shahar aholisining zo'r ko'pchiligi bo'lgan kambag'allar piyoda mang'atdi. Qashqarga andili kelganimda bu yerdagi eshaklar meni o'ziga jalb qilib oldi. Eshak dunyodagi eng qanoatchan hayvon. Qashqar bozorlarida liq narsa qochilingan xo'rjin ortilgan eshakka yana texi bir yoki ikki bolani oldiga elib minib olgan kishilarni uchratqili bo'ladi. Eshakka nuqta selishning hojati yo'q edi. Eshakning egisi qo'liga kichik bir tayoq elib elibla minib olgan eshikini uyoq bu yoqqa ketayotgan odamlar to'pi ichidan o'tkazib ketalaydi. Eshakni so'l tarafga yoki o'ng tarafga mangdirmoqchi bo'lganda, eshak egisi eshikining quloqiga tayoqini salpal takkizib qo'ysala kifoya qiladi. Eshakning egisi eshikini sal tezroq mangdirmoqchi bo'lganda, uning sag'rasiga kelishtirib bir tayoq sep qo'ysala bo'ladi. Urf-odat tadqiqotchisi Li Yang apandi Uyg'ur urf-odatlari nomli kitobida mundoq yozgan.
Eshik arvisi Janubiy Shinjang dehqonlarining asosliq oila qatnash qorali bo'lib, umuman uy beshiga birdan to'g'ri keladi. Bozor kunlari dehqonlar dabdabali ko'rinish yasab, eshak harbillarga o'ltirib qo'shin tortib bozorga mangadi. Shu sabablik bozor yanada bir xil o'zgucha o'rin, ya'ni eshak harvisi maydoni borliqqa kelgan. Uyg'urlar tarixda egiz harbiliklar deb atalgan. Bu nom ularning egiz chaqliq yog'och harbilarni yasashga mahir bo'lganligidan kelib chiqqan. Lekin hozirgi eshik harbillarning hammasi balonliq harbi bo'lib, yog'och chaqliq kala harbillarini oz sondagi bozorlarda anda-sanda uchratqili bo'ladi. 1980-yillarda ana diyorimizga kelgan yaponiyalik Ikari Koichi o'zining Uyg'urlar haqidagi Dada apa xushal o'tayli nomli kitobida ko'zimni shundoq yumsamli yipak yo'lidagi bo'stonliq kentlar ko'z oldimga keladi. Mangsa tugamaydigan taklamakan, yiroqda qorni yepinchi qilgan qora qurum teg'i, uningga nazar sag'ach mangsangiz cheksiz davomlashgan uzun bir yo'l. Yo'l ustida uyoq bu yoqqa ketayotgan eshak harbillarda qip-qizil yog'liq ortib-olgan, buloqdek ko'zlari nurlanib turgan Uyg'ur cho'kallari. Yipak yo'li manzirlarida eshak harvisi yashanganlar uningdan qolsa balalar kam bo'lmaydi. Uyg'ur do'ppisi kiygan oppoq soqol qo'ygan bovoylar paylasoplarga xos salofat bilan eshikini qamchilab yiroqlab ketadi. Qayerga borsangiz bug'doy qo'noq kuyda yangi terib elingan paxta tog'orlari liq besilgan harbilar uchrabla turadi. Ikki qosniqida egiz teraklar o'sgan yo'llarda eshak harbillari chang to'zan o'rlatib yiroqlab ketadi. Hozir shularni o'ylabla qolsam bir xil seg'inish his qilaman deb yozgan. Yuqoriqilar g'arb va sharq kishilarining biz haqidagi bayonlari. Ular Uyg'urlarning ijtimoiy hayotida eshakning qanchalik muhim rol o'ynab kelganligini, hali hamma shundoq muhim rol o'ynab kelayotganligini nihoyatda aniq biladi. Shunga hammaga ayon bundoq reallikdan qechishning, uni yoshirishning nima hojati? Biz qaddimizni tik tutib, ovozimizni jarangliq chiqarib, o'zgalarning ko'ziga tikilib turib, eshak Uyg'urning do'sti, Uyg'urlar eshak ustidagi millat deb faxrlansak bo'laveradi. Gap bizning o'zimizga bo'lgan ishonchimizning kuchlik ojizligida, amaliyatchil ruhimizning yo'qligida, qimmat qarashimizning reallikqa uyg'un yoki uyg'un emasligida, pokitni tan elish jasoratimizning yo'qligida. 1874-yili amerikalik dangliq rassom Thomson Nast bir siyosiy hajviy rasm ijod qilgan bo'lib, uningda eshak bilan filning lingir taqtaq o'ynayotgan holati tasvirlangan. Rassom eshakni Demokratlar partiyasiga, filni Cumhuriyetchilar partiyasiga simbol qilib, bu orqali bu ikki partiyaning hokimiyatni navbatlash boshqurish ahvolini hajviy qilgan. O'ylamagan yerdan bu ikki partiyaning dohiylari nutq so'zlab, bu hayvonlarni o'z partiyalariga simbol qilishni sharaf deb biladiganligini jakarlashgan. Demokratlar partiyasining dohisi eshak chidamli qaysar hayvon, u haqiqatan bizga simbol bo'lalaydi degan. Cumhuriyetchilar partiyasining dohisi bo'lsa, fil to'limi tamkin ishchan hayvon, u haqiqatan bizga simbol bo'lalaydi degan. Ularning o'ziga bo'lgan ishonchisi kuchlik, pozitsiyasi amaliyatchil bo'lg'achqa, tashabbuskorlik bilan oldiga bir qadam ilgirlab masxirlik passiv holatni aktiv holatga aylantirib etgan. Bundoq ruh o'rganishga arzimamdi. Boshqalarning qanday qarishiga ziyoda ahamiyat berish, boshqalarning masxir qilishidan qo'rqib yurish, boshqalarning bahosi bilan to'la hisoblashish, shu odam yoki shu millatning ma'naviyatining nihoyatda bechoraligini ko'rsatadi.
Ajdodlarimiz ot mingan ot deb aytilgan hayajonliq bayonda otni ulug'lab eshakni kamsitish ma'nosi chiqib turadi. Otni ulug'lash hargiz xato emas. Biroq eshakni pastlashtirish adolatsizlik. Masala bizning qallamizda. O'ylab boqayli. Odatda adabiy asarlarda, sahna ekranlarda podshoh sang'un, sarkarda, botur azamatlarning obrazini yaratishda ko'pincha otliq holatda yaratilgan bilan avliyo, donishmand, mutafakkurlarning obrazi eshaklik yaratiladi. İsa alayhissalom umr bo'yi eshak minib din tarqatgan ekan. Ahli salib urushining qo'zg'ilishiga sababchi bo'lgan mashhur munoh Pierre Lamot Germaniya, Fransiya, Italiyalarni eshak minib oralab, xristianlarni Yerusalimni qaytarib olishga kuch kiritgan ekan. Bizning donishmand Nasriddin apandimizmi umr bo'yi eshak bilan jahon kezgan. Qisqasi, eshakni kamsitish avam odatlanib qolgan an'anaviy bir taraflama qarashdan boshqa narsa emas. Eshakni kamsitishning hech qanday ilmiy asosi yo'q. Ba deyilsa, faqat psixikalik asosli ba. Agar u harom maxluq deb qaralg'achqa shu sababdan kamsitiladi deyilsa, mo'minlarimizning etaklaridan tushmay e'tiborlanadigan mushukmi harom maxluqdir. Ammo hech kim mushukni kamsitmaydi. Bir shoirning she'rida nadonliq yigit uchun nomusu izza, anga maxluqotdan eshaklar rizo deyilgan. Ro'shanki bu eshakka uval qilganlik. Eshak bilimsizlikka rozi bo'lib yashab, boshqa hayvonlar universitetining darvozasiga berib olgan ahvolni bir kishi ko'gini yo'q. Bir qalamkash adiblarning axloq fazilati haqidagi taq-tuqi gaplar bilan to'lgan bir maqolasida qaysi bir havaskorning jafokash bo'g'ashqa ko'pdir xizmati, ayosiz bo'g'ashqa yo'qdir izzati degan qo'shiqdan ilhomlanib, eshak to'hpisi zo'r hayvon bo'lsa-mu qiliq sat bo'g'ashqa qadri yo'q deb yozgan. Ajaba eshakning qiliq sat bo'lib, boshqa hayvonlarning qiliqi chiroyliqmi? Eshakdan boshqa hayvonlar sat qiliq qilganda hujrasiga kirib ketamdi. Hamma hayvon o'xshashligi. Demak, biz eshakni salbiylashtirish, pastlashtirishda izchil uval qilish pozitsiyasini tutganmiz. Albatta bu ahvollar biz Uyg'urlarda emas, boshqa millatlardami o'xshashlar mavjud. Masalan, dunyoviy shuhratlik qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatovning beshidan o'tgan bir hikoyani aslaydigan bo'lsak-mu, bu xil ahvolni his qila olamiz. Aytmatov Qozog'istonning Jambul shahridagi mal doktorlik texnikumida o'qiyotgan chog'larida hayvonlar to'g'risida dars beradigan bir rus professor o'quvchilarni o'rganganlarini amaliyot bilan birlashtirib so'zlatkizish maqsadida Jambuldagi Otchapar degan mal bozorga boshlab borgan. Olormanlar bilan sotarmanlar mij-mij qaynab ketgan mal bozorida professor bir eshakni ko'z tutib turib o'quvchilar ichidagi Aytmatovga qarab, "Aytmatov, mavo eshakning qaysi turi? Qani so'zla." deb ko'zaynikini poqirtib qarab turgan. Aytmatov, "Bu jonivor dastlabida Afrika bilan Osiyo quruqligida paydo bo'lgan. Hozir Sibiriya, Kashmir, Tibet, O'rta Osiyo qatorliq joylarda ko'p uchraydi. Bular asosan qo'lga o'rgatilib, uloq o'rnida ishlatiladi. U boshqa hayvonlardan quliqining uzunligi bilan farqlanadi. Paqalchiqiga tushadigan inchik quyruqimi bor. Taxiyiga 12 oy qo'soq ko'taradi" deb so'zlab etib, eshakning egisiga ko'zi tushib, nima qilishini bilmay uyalganidan ovozi bo'g'ilib to'titlab qolgan. Sababi eshakning egisi bo'lgan oqsoqol uning ochisining qo'shnisi ekan. Yiliqi oqsoqol o'z ovuliga qaytgandan keyin, "Voy tova, To'riqulning balasi Aytmatov Jambulda eshakchilikni o'qib yuribdi. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Muallimi bilan billa bozorda eshikimning oldiga kelib, uning tegi taxtidan boshlab urug' jamoati
yetti otsini butunlay sanab chiqdi deb butkul ovulga hikoya qilib bergan ekan. Aslida eshakni tadqiq qilish, eshakning alohidaligini bilish nihoyatda zarur ish. Ammo odat kuchi tufaylidan bu masalaga nurg'un kishi kulkilik ish deb qaraydi. Ilm ahlilari bo'lsa nihoyatda astoydil pozitsiya tutadi. Bir saboqdishimizning singlisi muallimi bilan birga Kanadadan Qashqarga maxsus eshakni tekshirib tadqiq qilg'ili kelganligi to'g'risida gap bo'lganda, so'rinda o'ltirganlar paroqqida kulishib ketdi. Amaliyotda Kanadaliklarga selishtirganda biz Uyg'urlar eshakning foydasini ko'p ko'rgan. Ammo ta'turistcha haq eshakni cho'ng bilganu biz eshakni past ko'rgan. Biz eshaklarimizga ashundoq nadonlarcha bir taraflama qarashlarda bo'lib muomala qilsak to'g'ri bo'lamdi yoki xato bo'lamdi? Buni astoydil o'ylanib beqishimiz zarur. Bizning yosh shoirimiz Odil Tunyoz Qashqardagi Yarshoriy nomli dastonida Vatan, vatan, chiroyliqdir hamma narsasi. Chiroyliq uning qayg'usimi ham. Go'hardur, olmadur, xushpuroq guldur. Vatan dalasida ko'gan to'ng tezak deb yozgan. Mana bu haqiqiy vatanparvarlik mazmunidagi she'r. Vatan hargizmi abstrakt narsa emas, balki to'limi konkret narsa. Etiz dalalarimizdagi qurt qo'ng'izlardan tortib, havodagi posh chivillarimizgacha vatanimizning mazmunini tashkil qiladigan shay ilahi hisoblanadi. Tuhfasini ta'riflab tugatkila bo'lmaydigan, xalqimizga qish-yoz asq etib kelayotgan yavash jafokash maxluq eshak bo'lsa teximi shundoq. Vatanparvarlik, millatparvarlik quruq shuorlarimizda, shuhrat vasvasasi bilan so'zlagan olijo'q so'zlarimizda emas, balki ona vatanimizning, aziz xalqimizning qimmati bor har bir narsasini ikkilanmay qadrlayolishimizda ifodalanadi. O'shir Qori apandi, shunga men sizning ekrandagi eshak minib Qashqar yigitlariga xos kiyinib ko'ringan qiyofatingizni Uyg'urlarning haqiqiy millat obrazi deb aytalayman. Bizning xalqimiz va ona vatanimiz uchun qilchimi mohiyatlik munosabati bo'lmagan Bekxon apandi bilan vatanimizning boyligi, millatimizning do'sti bo'lgan eshakni selishtirib, biz uchun Bekxondan eshak muhim deb maqtanalayman. O'shir Qori apandi, ruhingizni ustun, qaddingizni tik tuting. Ko'p hollarda ahmoqlarga beriladigan eng yaxshi javob faqat sukutdan iborat. 2007-yili 12-oyda yozildi. 2011-yili 12-oyda to'liqlandi.